Assalomu alaykum. Men Feruza Nabiyeva Samarqand shahridanman. 3-iyul kuni Samarqand shahridagi viloyat ko'p tarmoqli shifoxonada qizim operatsiya paytida vafot etdi. Operatsiya vafot etishining sababi shifokorlarning loqaydligi sabab bo'lgan. Tomoq yo'liga tampon tiqilib qolib, miyaga havo yetib bormagan, shu sababli bolam olamdan o'tdi. Ekspertiza natijasiga ko'ra ekspertiza qilindi. Ekspertiza mana 240-sonli ekspertiza natijasiga ko'ra tomoq yo'lida tampon ketib qolib, havo o'tkazmasdan bolam vafot etgan. Komission ekspertiza xulosasiga ko'ra shifokorlarning aybi tam izohlangan. Bekmurodov Muhammad shu kuni 8 ta operatsiya mo'ljallangan ekan. Meni qizimni operatsiyasini assistent boshlagan, keyin o'zi kelib operatsiya qilib, tamponni qo'ygan, bitta burniga, ikkinchisiga assistentiga topshirib, bola hushiga kelmasdan operatsion xonani tark etgan. Lekin shu operatsiyaga mas'ul Bekmurodov Muhammad vrach bo'lgan.